Hozir ubоркalarimni qilib bo'ldim. Bitta shu vannalarni yuvib chiqsam bo'ldi. Birato'la sizlarga yaxshi ko'rgan sredствolarimni ko'rsatib ketmoqchiman. Sif men uchun eng universalniy sredство. Gazli, bunaqa vannalarni yuvsanglar emalini qirmaydi, smesillarni yaltiratadi. И главныйsi krossovkalarni tagini zo'r oqartiradi. Buni har xil rangi bor, hammasining effekti zo'r. Pink pol uchun sredство. Buni generalniy уборкаlar qilganda ishlatishni yaxshi ko'raman. U hidini свежий qiladi, и polda yaltiraydi. И meni eng yaxshi ko'rganim shu уборка uchun salfetkalar bo'ladi, bir xil joylar. Artseli o'shalardan yugili kelmaydi. Masalan, menda podyezdda shunaqa laktasini keyin boshqa joyga ishlatmayman, tashlab yuboraman. Shunaqa joylarda zo'rda artib tashlab yuborasizlar. Buni sostavida uksus bor, birato'la mikroblarni o'ldirib, artgan joylarni yaltiratadi. Faqat buni ishlatib bo'lgandan keyin teskari siqib qo'ysanglar, o'sha boshidagilari qurib qolmaydi. Mana shu eng yaxshiroq hidi shu ekan, o't kirmas hidi. Приятный.